Hammaga salom. Hozir sizlar bilan Anton Chexovning Garov hikoyasi haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Mazkur kitob inson tabiati, boylik, hirs va hayotiy qadriyatlar haqida falsafiy asar hisoblanadi. Hikoya bankirning ziyofatidan boshlanadi. Mehmonlar orasida o'lim jazosi va umrbod qamoq jazosining yaxshiroq ekani haqida bahs ketadi. Yosh huquqshunos umrbod qamoq jazosi o'limdan afzal deb hisoblaydi, bankir esa unga qarshi chiqadi va ular aql bovar qilmaydigan garov tikishadi. Huquqshunos 15 yil qamalgandagina yashashga rozi bo'lsa, bankir unga 2 million rubl berishini aytadi. Huquqshunos bankirning bog'ida kichik xonada 15 yil qamaladi. U dastlab zerikib, yengil adabiyotlar o'qiydi. Keyinchalik ilmiy, falsafiy kitoblarga, keyin esa ilohiyot va muqaddas kitobni o'rganishga o'tadi. Shu vaqt ichida u dunyoviy boyliklarning ma'nosizligini tushunib yetadi. Garov muddati tugashiga bir necha soat qolganda, bankir huquqshunosni o'ldirib, pullarni to'lashdan qochmoqchi bo'ladi. Lekin huquqshunos qoldirgan xatni o'qib, chuqur hayratga tushadi. Xatda huquqshunos insonlarning moddiy hislariga nafratini ifoda etib, 2 milliondan voz kechib, qamoqni muddatidan oldin tark etishini yozadi. Bankir xijolat bo'lib, huquqshunosning xatini yashirib qo'yadi. Hikoya insonning o'zgarishi, ilmiy kuchi, boylikning asl ma'nosizligini ko'rsatadi. Sizlar bilan 902 sinfning yengilmas beshlik jamoasi bo'ldi.